Kutib turasizda, to'g'rimi o'sha ustani? 3 oydan keyin bo'shaymiz, yozib qo'ying deysiz. Nima uchun? Nima uchun? U chiroyli ishlayapti, chiroyli amal qiladi. Endi xuddi shu ishni qiladigan boshqa ustalar ham bor. Bekor nima qiladi? O'tiradi. Chiroyli amal qilganlar uchun na xorlik bor, na ular yuzlarini xorlik qoplaydi. Kutib turasizda, to'g'rimi o'sha ustani? 3 oydan keyin bo'shaymiz, yozib qo'ying deysiz. Nima uchun? Nima uchun? U chiroyli ishlayapti, chiroyli amal qiladi. Endi xuddi shu ishni qiladigan boshqa ustalar ham bor. Bekor nima qiladi? O'tiradi. Chiroyli amal qilganlar uchun na xorlik bor, na ular yuzlarini xorlik qoplaydi.